Qisqasi, Washingtonda bo'lib o'tgan C5+1 sammitida qanday takliflar ilgari surildi? O'zbekiston va AQSh uran, mis, volfram, molibden va grafitni qazib olish hamda ularni chuqur qayta ishlash sohasida hamkorlikni rivojlantiradi. Dunyoda qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi bo'lgan John Deere kompaniyasi bilan $300 million bitim imzolandi. Uning $150 million paxta terish mashinalari xaridiga yo'naltiriladi. AQSh Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasining Toshkent shahrida mintaqaviy ofisi ochilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonga Apple Pay va Google Pay to'lov tizimlari olib kelinadi. Donald Trump AQShning avvalgi prezidentlari Markaziy Osiyoga deyarli e'tibor qaratmaganini ta'kidlab, biz bu xatoni tuzatmoqdamiz dedi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda Donald Trumpni tinchlik prezidenti deb atashlarini qayd etdi va ishonchim komilki, Rossiya hamda Ukraina o'rtasidagi urushni faqat siz to'xtata olasiz. Biz bundan juda umidvormiz dedi davlatimiz rahbari. Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh yetakchilarining C5+1 formatidagi navbatdagi sammitini Samarqand shahrida o'tkazishni taklif qildi. Qisqasi, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.